Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu tariqa bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Ko'pchilik bilmaydi, agar siz hisoblangan pensiyani o'z vaqtida olmagan bo'lsangiz, uni keyinchalik ham olish imkoniyati bor. Savol: qancha muddat uchun pensiyani qaytarib olish mumkin? Bu masala amaldagi qonunchilikda aniq belgilab qo'yilgan. Bugungi kunda amaldagi tartibga ko'ra pensionerga hisoblangan, lekin turli sabablarga ko'ra uning tomonidan talab qilib olinmagan pensiya mablag'larini to'lash muddati avvalgi 12 oydan 24 oygacha uzaytirilgan. Ya'ni fuqaro pensiyasini o'z vaqtida olmagan bo'lsa ham, u 2 yillik davr uchun yig'ilib qolgan mablag'larni olish huquqiga ega. Bu tartib odatda O'zbekiston Respublikasining pensiya ta'minotiga oid me'moriy hujjatlari hamda pensiya jamg'armasi amaliyoti asosida amalga oshiriladi. Masalan, siz ma'lum sabablarga ko'ra chet elga chiqib ketdingiz va ma'lum vaqt davomida pensiyangizni ola olmadingiz. Oradan 2 yil o'tib, siz yana O'zbekistonga qaytib keldingiz. Shunday holatda siz pensiyani olish uchun murojaat qilgan paytingizda murojaatdan oldingi 2 yildan oshmagan davr uchun hisoblangan pensiya mablag'larini olish huquqiga ega bo'lasiz. Muhimi, bu huquq saqlanib qoladi va fuqaro pensiyadan mahrum bo'lmaydi. Buning uchun sizdan katta jarayon talab etilmaydi. Faqatgina pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga ariza bilan murojaat qilishingiz kifoya. Shundan so'ng tegishli hisob-kitoblar amalga oshirilib, yig'ilib qolgan pensiya mablag'lari belgilangan tartibda to'lab beriladi. Qisqacha aytganda, agar siz pensiyangizni o'z vaqtida olmagan bo'lsangiz, amaldagi qonunchilikka muvofiq uni 2 yilgacha bo'lgan davr uchun qaytarib olish imkoniyati mavjud. Shuning uchun mutaxassislar pensiyaga oid huquqlardan xabardor bo'lishni va o'z vaqtida murojaat qilishingizni tavsiya etadi. Agar sizga pensiya, nafaqa yoki qonunchilikka oid shunday muhim ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizni kuzatib boring. Biz rasmiy ma'lumotlarni sodda va tushunarli tilda yetkazib boramiz.